Bu ko'kat qadimgi Yunonistonda g'oliblarga gulchambar sifatida taqilganini va dori sifatida ishlatilganini bilarmidingiz? Ukrop oshqozon ichak tizimi uchun tengsiz sanaladi. U qorin dam bo'lishini yo'qotadi, hazm qilishni tezlashtiradi va ishtahani ochadi. Agar qorningizda og'irlik sezsangiz, ukrop iste'moli siz uchun yaxshi yechim bo'lishi mumkin. Ukropning tarkibidagi efir moylari tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Kechqurun iste'mol qilingan ukrop asablarni bo'shashtiradi va uyqusizlikdan xalos bo'lishga yordam beradi. Tabiiy antidepressant desak ham bo'ladi. Ukrop A va C vitaminlariga boy bo'lib, terini tozalash va yuzdagi shishlarni qaytarishda yordam beradi. Uning damlamasi bilan yuzni artish, yuzni tiniqlashtirishning eng arzon va samarali usullaridan biri. Siz ukropni taomlarga qo'shib iste'mol qilasizmi? Agar iste'mol qilmayotgan bo'lsangiz, bekor qilasiz.